Salom do'stlar, Aytos Blog YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun bizlar Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Qo'ng'irot shahridagi eski stadionga keldik. Mana Ay hazırım oylana Canımız ezildi Size bayman aydınla Bildirimim kapsalar Şimdi düşürsün oy Ahbap güzel, olsunlar Size bayman Bildirimim kapsalar Şimdi düşürsün oy Ahbap güzel, olsunlar Size bayman mana ko'rib turganingizdek hamma narsa eskirib ketgan. Suvchiqlar sinyapti. Tog'lar ham bor ekan bu yerda. Mana eskilar bunaqa qilib o'tib ko'rgan. Stadion cho'plar bosib ketgan. Tabiatni qarang, bu yerdan rohat olsa bo'ladi. Tomosha. Mana do'stlar, eski stadionning varatasi necha metr ekanligini birgalab ko'rsatib turamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana ko'rib turganingizdek, varatasi 7 metr ekan. Mana shu yerda oldinlari futbol bo'lgan, bahs bo'lgan juda ko'p. Mana do'stlar, eski stadion yonida shunaqa iboratlar ham bor ekan. Ichini kirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek hamma narsa eskirib ketgan. Karbon makrotura bo'lib ketgan. Nima? Yon tomonlarni ham aylanib ko'raylik. Bu yoqda ham kirish yeri bor ekan. Eski narsalarga qarang.